Ben Ferhat Abdullah, 17 yıldan bu yan Norvegiye'de yaşap kelyapman, Norvegiya puhrası. Tövende ben akam Şavket Abdullah üstüden guvalık vermekçiman. Akam Şavket Abdullah resimde. 1969 yılı 3. ayının 5. günü Ulu şehir tuğulgan, bu yıl 50 yaş. Olturuş ornu Ulu şehir Üçtervoz mahallesi 4. koça. Akam Pedagogika Üniversiteti'nin biyologiya fakültetini bitirip, İli Darül Müəllimede okutkucu bulup işleyatkanıga uzun yıllar bolgan. Kesbi okutkucu. Ben 2017 yıldan ta bugünkü kadar ailem bilen bolgan alakını bütünley yo'qotdim. Bultur 12. ayda vatandan chet elga chiqqanlar tarafidan akamning tutib ketilganligi xabarini oldim. Uning nima uchun, nima sababdan tutilganligi ta bugünkü kadar menga noma'lum. 21. asrda Xitoy kommunistik hokimiyatining Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz, O'zbek, Tatar qatorliq millatlarni qonunsiz holda atalmış o'zgartirish lagerlari ve türmelerge qamab, izdireksiz yo'q etishi, shundaqla muhojiratdagi bizning oilamiz bilan bo'lgan aloqaning butunlay uzilishi insonning bardoshlik berish darajasidan halqagan bir ahvoldir. Shuni men akam ve akam o'xshash qarindoshlarimning izdirigini qilishni o'zimning qarindoshlik ve insoniy burchi deb bilaman. Bugün yani xalqaro g'oyib bo'lganlar kuni. Bu kunda men Xitoy hukumatidan shuni so'raymanki, akam nerede? Lagerdimi yoki turmada? Agar shundoq bo'lsa, uni shartsiz qo'yib o'tishni jiddiy talab qilaman.